3, 2, 1. Allah Allah deb turib gunoh qilaversak, Allah Allah deb turib boshqa nojoiz ishlarni qilsak, g'iybat qilsak, ig'vo qilsak, bir-birimizni haqqimizdan qo'rqmasak, qanaqa bo'ladi? Qani ixlos bu? Qani ixlos? Alloh azza va jalla bizning har bir nafasimizgacha bilib turibdi azizlar. Agarki biz mana shu taqvoga o'tsak, agar Alloh meni yurishini, turishini, qalbimdan o'tayotgan narsani ham hamma narsani bilib turadi degan e'tiqodda hamma musulmon bo'lsa edi, biror bir xonadonni darvozasiga qulib tushmasin. Hozir hammamiz da'vo qilyapmiz, lekin afsuski amal yo'q.